Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Jizzax viloyat soliq boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan sizlarga axborot berib o'taman. Bugungi kun holatiga ko'ra jismoniy shaxslardan 72,1 milliard so'm mol-mulk va yer soliqlari undirildi. Bu ko'rsatkich yilning birinchi choragi uchun ijobiy dinamikani aks ettiradi. Soliqchilar faolligi oshirilib, har bir hudud bo'yicha hisobotlar aniq shakllantirildi. Hududlar kesimida tahlil Sharof Rashidov, G'allaorol va Baxmal tumanlarida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etish maqsadida maxsus ish rejalari ishlab chiqildi. Zomin, Yangiobod va Do'stlik tumanlarida esa soliq to'lovlari bo'yicha ijobiy o'sish qayd etildi. Prognoz ko'rsatkichlari bajarildi. Aprel oyi uchun belgilangan prognoz ko'rsatkichlariga muvofiq 23,7 milliard so'm soliq to'lovlari undirildi. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash orqali mahallamizdagi xizmatlar sifatini oshirishga hissa qo'shamiz. Davlat mablag'larining samarali taqsimlanishiga yordam beramiz. Yangi ish o'rinlari, loyihalar va qulay hayot uchun zamin yaratamiz.